Loyiha ishi, audio matn, mavzu. O'rta asrlarda Koreya. Fan. O'zbekiston tarixi. Sinf 8-J sinf. Tayyorlagan o'quvchilar: Usmonova Jasmina, Abdurasulova Dilnoza. Ovozlantirgan o'quvchi: Usmonova Jasmina. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga o'rta asrlarda Koreya tarixi haqida qisqacha ma'lumot beraman. O'rta asrlarda Koreya hududida bir necha davlatlar mavjud bo'lgan. Keyinchalik mamlakatda Goryeo va Joseon sulolalari hukmronlik qilgan. Bu davrda Koreya tarixida muhim siyosiy va madaniy rivojlanish davri hisoblanadi. Jamiyat asosan feodal tizim asosida tashkil topgan edi. Qirol davlatning eng yuqori hukmdori bo'lgan. Uning yonida zodagonlar va davlat amaldorlari xizmat qilgan. Koreyada ilm-fan va ta'limga katta e'tibor berilgan. Konfutsiylik g'oyalari jamiyat hayotida muhim rol o'ynagan. Shu sababli odob, axloq, hurmat va tartib-intizom juda qadrlangan. Bu davrda Koreyada madaniyat ham rivojlangan. Kulolchilik, metal ishlov berish va kitob bosish san'ati taraqqiy etgan. Koreya dunyoda birinchi metal harfli bosma usullaridan birini yaratgan. Xulosa qilib aytganda, o'rta asrlarda Koreya siyosiy tizimi, ilm-fani va boy madaniyati bilan ajralib turgan davlat bo'lgan. E'tiboringiz uchun rahmat.